gentlemen. Nima qo'ysan, general? Qaranglar, Abu ukam o'zi mana bunaqa kiyinib yurardilar. Antonio Montana. Aka, hop desangiz stilingizni bitta mana shu Brent Rose'dan o'zgartirib ko'ringlar, yengillik qilamiz. Menga o'ta stil qilsa bo'ladimi? Voy, samleni qilyaptilar. Siz hop deng bo'ldi. Hop, ketdi. Yashil rang qilaylik Abu ukamga, bitta yashil aka. Futbolka berib yuboring. Bitta panamka ham qilamizmi? Nima deysiz? Brat, oyoq kiyimni ajali bormi? Mana qon qo'tgani bormi oyoq kiyimni? Hozir kiyingani kirib ketdilar. Kiyinib chiqsalar bitta ko'rasizlar. Prosta meni fukusimga ikkita qo'linglarni ko'tarib yuborasizlar, ishoninglar. Assalomu alaykum. Hey! Onasini ham bitta ko'ringlar. O'zim tanimayapman. U nima deyapti stil? Oka, o'zingizga yoqdimi birinchi? Zo'r. Endi qaranglar, podpishchilar, kommentga kiringlar, meni fukusimga 1 dan 10 gacha baho berib yuboringlar. Men narxini aytib o'taman. Qaranglar, oyoq kiyim, shim, shalvarlar 99 ming, futbolka, tapichka va krokslar 79 mingdan aksiyada 1-iyungacha, oka. Nima deyapti? Mashq kiyimlarmi? Da. Mana shunaqa stiliyaga bo'lib ketmoqchi bo'lsanglar, Brent Rose'ga kelaverasizlar. Eng qizig'i qorin bo'ylaymi, ha? Da.